Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, Vulqon Uz kanalining ashaddiy muxlislari, hurmatli obunachilar, xudo xolasa bugun hafta kuniga shanba barchangizga dam olish kuningiz. Endi kimlardir dam olyapti, kimlardir ishga shoshyapti. Damdagilarga dam olish kuningiz maroqli o'tishini, ishdagilarga Xudo kuch-quvvat berishini so'rab qolamiz. Hurmatli obunachilar, juda ham ko'plab vakillarimiz Boburjonning qo'rasiga yangi partiya sog'liqlar kelsa xabarini berishimizni so'rashgan edi. Inshaalloh bugun sizlar uchun maxsus bo'ladi. Boburjon bilan chiroyli obzor qilib beramiz. Assalomu alaykum, Eldor aka zo'rmisiz? Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Eldor aka zo'rman, kayfiyatlar ham zo'r, hamma yoq cho'tki. Yana bitta gap. Ilgarigi narxlar bor-ku. Bugun qaytaraman. Xudo xolasa. Haligi 2 million 800 ming degan so'zlar qani? Anchadan eslamay qo'yadi. Yo'q, o'shalarni bugun qaytaraman. Videoni boshidan bittadan like bosib, qizartirib, kommentga kirib, otangga rahmat Boburjon gaziga bos, narx tushirishda davom etdi yozib turishadi. Xudo xolasa narxini bugun tushirib beraman. Xudo xolasa. Cho'tki qilib. Yangi partiyalardan zo'rlari deb kelib qo'yganman. Narx hammasi qulay. Qisir deganiga qisir bor, bo'g'oz deganiga bo'g'ozi bor. Hurmatli obunachilar, kanalimizda mehmon akalarimiz bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Sababi mana shunaqa optim qo'ralar faqat bizning kanalimizda inshaalloh. Xo'p, Boburjon, bugunga baribir sonni bilmaysiz. Yo'q, sonni aytmaymiz ham, bilmaymiz ham. Hammasi Qirg'izistonni qo'yi, hammasi Qirg'iz. Hammasi sirg'asi bilan. Voy, negativli yozyapti. Qirg'iziston ochilmagan deb bularga nima deymiz? Kelsin, ko'rsat, ko'zlariga ko'rsatib qo'yaman. Bir o'ynatib kelaman. Qirg'izistonni ham. Ketdi mana akalar. Xo'p, bir boshdan ko'rsatamiz, hurmatli obunachilar. Bugungi yiriklarimi deyman-a? Bugungi yirigidan ham bor, zo'rlaridan bor. Mana akalar. Yirigidan so'ragan obunachilarga yirigidan bor. Orzanadan so'ragan obunachilarga orzanadan bor. Keyin, videoni ko'rib narxini bir-biriga solishtirib olishaveradi. Kelib ham solishtirib olishsa. Qo'y serob qishloqda ham. Kelib solishtirib keyin olishaveradi. Bizniki optim. Eldor aka. Raqobatga tayyormizning. Tappa tayyormiz. Mana yoshlari ham zo'r. Xo'p, soni ko'p akalar. Soni juda ko'p. Yana bitta gap. Eldor aka, meni ko'rsating. Ehsonga 2 million 800 ming, 3 millionlik qo'ylarni qidirayotgandim. Ehson qilaman. Semizdan degan obunachilarga 20 ta yaxshi sog'lig'im bor. So'ysa bo'ladiganlar. Hammasi semiz ehson bor. Oyoq qo'li. Bularni nech bilan qilib beramiz? 3 milliondan 2 million 800 mingga doğru. 2 million 800 dan 3 milliongacha. Gap yo'q. Etlar yaxshi shekilli. Eti semiz. Eti haqiqiy semiz. Kelib ko'rib zo'rini olishaveradi. Mana shu qo'ylarni yog'siz bo'ladi deyshadi. Yog'siz bo'ladi. Dumliq qo'y deydi-yu. Dumliq qo'y yog'siz bo'ladi. Endi ehsonga hamma ham 10 millionga olib so'yilmaydi. Yo'q, endi masalan so'yishga imkoniyati bor odam ham yengil ehsonga katta qo'yish so'yish shart emas menimcha. Xuddi shunda. Shunaqa obunachilarga. Endi ularga endi bitta gapki, sinfdoshlik qilib bir tog'-poqqa chiqib ketganda bitta-bittani qo'ltiqlab olib ketsa, endi qishqa so'yayman degan obunachilar bo'lishi mumkin. Tayyor holatda sinfdoshlarga ham taklif qilaveramiz akalar. Xuddi shunday. 3 kishi bunday pul tashlash toqqa chiqib ketaverasizlar. Gruppaga YouTube silkasini tashab qo'ying, o'tib ko'rishadi sinfdoshlar. Akalar, mana xudo xolasa bugun hamma qisirlaridan. Qisirmi bular? Bular qisir. Qisir, ha, bolasi. Ikkita bolalig'i bor, 10 ta qisir qo'yim bor. Puli arzon variantida. Xudo xolasa. Ishqilib buni ham 800 mingdan chiqarib yubormaysizmi o'tgan safar yo'qsa? Kutib turibsan. Tayyormiz biz. Ana akalar, qo'chqorni ham erkagi. So'g'liq ham kuchli ekan akalar, qaranglar. Eldor aka, so'g'liqti bor, kichkinasi yo'q lekin. Zo'r aka emas. Hammasi mana ularni 85 santimetrligi buni ichida kam. 90 santimetr. Xudo xolasa. 85-90. Mana akalar, birkani tamojni uradi. Buni ko'chani boshidagi mahalla haligi mashina ustasi yo boshqa o'rganmaydi. Hali negativlar juda ko'p bo'ldi-da o'tgan safar. Mana o'shaning uchun e'tibor bering. Eldor aka, sariq so'g'liqni, qora so'g'liqni ham zo'rlari. Bir qarab sinab oldingizmi? Sinab olingan, yana sinovga garantiya beriladi. So'g'liqlar qarab. Bular hammasi naq bo'g'oz, ha? Hammasi naq bo'g'oz. O'sh, hozir qizil ham kuchli. Eldor aka, yelini bor, to'liyotibdi, hammasiniki to'liyapti. Tushunadigan bilan kelib tushunadigan, ha, ko'rsatib olishaveradi. Bu tarafdan ko'rsatamiz yo narxini tanishtirib o'tib ketamizmi? Yo, bu tarafda ham ko'rsatib olamiz. Bu taraf nima ahvol? Karantin. Ha. Karantin zona deydi. Ambulatoriya. Ha, keyin bir boshda ko'rsatingda Eldor aka. O mana. Bayda qarang.
qo'y, masalan, qo'y sohasida 10 xil kasal bormi, 20 xil kasal bormi? Buni ko'ramda o'sha hamma kasaldan bor. Bor. Hamma kasalidan bor. Qaysidir o'pka, qaysi biridir qo'tir bo'lgan, qaysi biridir grija, qaysi biridir oyog'i cho'loq, hammasidan turidan bor. Yo'q, endi bularga qaraydi, mutaxassis ham bormi? Mutaxassis o'zimiz. Xo'p. Dardni bergan Xudo shifosini ham bersin. Yo'q, xudo xolasa qo'tirlar ancha yaxshi bo'lib qolibdi, hurmatli qo'tirga dori qilib Instagramga tashadiku. Xudo xolasa. Xo'p, vulqon drabilkasi kerak bo'lsa, mana shu nomerlarga aloqa chiqasizlar. Faqat qo'y so'rab emas, faqat drabilka so'rab, hurmatli Eldor aka, yem chiqaryapsiz, to'xtatmay. Yaxshimi ishlashi? Ha, uni dumbildan chiqarib o'tlarga beryapmiz. Ishlashiga xudo xolasa gap yo'q, aloqa chiqarasizlar. Xo'p, o'tib ko'rsatamizmi? Ha, o'taylik. O'tmasak bo'lmaydi. Bir mazza qilib video qilaylikchi bugun akalar. Mazza qilib video qilamiz. Komment kirib men o'zim mazza qilay. Nechta odam ko'ryapti? Bitta like bosib qo'ying, pul olmaydi. Like bosib komentiga Bobirjon narxini yertib var, sindirib var, narxini tushirib var deysiz. Endi qaranglar akalar, bitta videoda masalan 20 ming, 30 ming prosmotr bo'lyapti, 2 ming, 3 ming like bo'lyapti. Like kam. Yo'q, prosmotr bilan like bitta tenglashtiraylikchi. Har bitta ko'rgan odam bittadan like bosib qo'ying. Havas qilib komentiga Bobirjon otangga rahmat, gaziga bos, narxini tushirib yubor denglar. Men qo'limdan kelgancha narxini tushirib yubораman. Xudo xolasa. Akalar, eng asosiysi bu qo'rada dona olasizmi, optim olasizmi, narxi o'zgarmaydi. O'shaning uchun ham juda ko'pchilik akalarimiz hurmat qilib qo'llab-quvvatlashadi. Xuddi shunday. Xo'p, nechta buni soni? 26 ta. 26 ta. Bo'ymaslar 80 dan baland. Xuddi shunday. 80 dan baland. Tishlari nechtadan? Tishlari hammasini zo'r. Kelib ko'rib bitta ko'rib olishadi. Unda yoqqanini olishadi. Xudo xolasa. Yoqmagani o'zimizga qolaveradi. Xo'p. Nech puldan beramiz bularni? Bir narxdan boshlaylik. Soni 26 ta. Xo'p. Narxini aytishni boshlaymi? Aha. 3 million 600 ming so'mdan 25 tasiga pul sanashadi. 3 million 600 ming so'mdan 25 tasiga. 3 million 600 mingdan, 4 million 600 deganmi? 3 million 600 dan 25 tasiga deyapsiz. Bitta ikkita tanlaganlargachi. Ular ham 3 million 600 dan tanlab oldi. Bizda donaga ham optimga. Ey, Eldor aka. Yo'q, hammasini olaman deganlarga 25 taga pul sanashadi. Ha, bitta bonusmi? Bitta hadiyamiz bor. Yep. Bitta hadiyamiz bor. Boshlanishda ketdi, xudo xolasa. Telefon tushdi. Telefonni ehtiyot qiling. Obunachilarimizga aloqaga chiqish kerak. Xo'p, suyagi ham zo'r, eti boshi ham zo'r, sifat hamma yo'q zo'r. 26 tadan bittasi hadiya. Xuddi shunday. 25 tasiga pul sanaysizlar. 3 million 600 ming so'mdan. 3 million 600 ming so'mdan 25 taga pul sanashadi. Tamam. Gap yo'q. Xo'p, tanlab olsa ham 3 million 600 dan olsa. Tanlab olsa ham 3 million 600 ming so'mdan beraman. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, narxi qo'ralarni ham ko'rsataylik. Narxlari Eldor aka yana bitta gap. O'zim qo'rada bo'lolmay qolyapman. Ba'zi paytda narxi oxirgisi bizniki. 3 million 600 ming. Ha, kelsa 3 million 800 ming demaydi hech kim. Ya, masalan, o'tib ber deyish bo'lmaydi. 26 ta hammasiga pulimiz yetar, sharoit bor odam 25 tasiga pul sanashadi, bittasi hadiya bizdan. Bo'lmasa, tanlab olishga shu 36. Tanlab olishga 36 da, ha. Tanlab olsa bo'ladi. Hech kim kelib qo'shib qo'ymaydi narxini. Bemalol kelib dona ham optimum olishaveradi. Dastlabkasi bitta olganga ham besplatniy, 10 ta olganga ham besplatniy, hammasini olganga ham. Endi qo'rani shartini mana shu videoni boshida aytib o'tib ketdim. Qo'ramizning sharti onlayn savdolar yo'q. Ko'z bilan ko'rib, tanlab, yoqtirib, yoqqanini olishadi, yoqmagani o'zimizga qoladi. Onlayn savdolar yo'q. Telefon orqali. Mana hurmatli onachilar, bu taraflar qishga tayyorgarlik salafanlar yopildi. Salafanlarni yopishni boshladi. Qozon o'z vazifasini bajaryapti. Xuddi shunday. Xudo xolasa o'z vazifasini bajaryapti. Mana yemlar qaynab turibdi, hurmatli obunachilar. Qaynatish boshlandi. Biz aynan baquvdagi qo'yga yem bermaymiz-da. Sotuvdagi ham hammasi har bittasi yemaydi. Keldi-ketdilarning hammasi yemini yeb yuradi, hurmatli obunachilar mana. Bu tarafda ham mana to'la akalar. 50 ta atrofida qo'yimiz bor mana shu yerda. Mana. Qornini yaxshi to'q tutadi. Ha, endi buni o'tib berardik, bugun sharoit bo'lmadi. Hechcha qo'ylarimiz ko'plab qoldi, o'tib beralganimiz yo'q. Hammasi Eldor aka yetiga bo'g'oz. Bularni qonini qarangdi. Eldor aka bu qorinni qarang. Tirsillab ketdi qonni. Ha. Hammasi yetiga bo'g'oz. 50 tadan oshiq dedingizmi buni? Ha, 50 tadan oshiq. 50 tadan oshiq mana, hurmatli obunachilar. Yeb sariq, qora, kashtan, hammasidan bor. Sariq. Hammasidan bor. Qo'ylar ozginadan oriqroq. Foyda qilaman.
olib masalan mana shularni 1 oy 1,5 oy ushlab bolani olib foyda qilaman degan obunachilar telefon qilsa, narxi ham qulay, qo'ydi soni ham bor. Xudo xolasa yetarlicha. Bularning narxini necha pul qilib beramiz? Narxini kelib ko'rib tanlab olishaveradi. Kimga nechta kerak bo'lsa beraman. 3 million 400 ming so'mdan kelib tanlab olishadi. Donaga ham o'ptimga. Donaga ham o'ptimga. Hammasini bir qarab olsa. Yana bitta gap, 3 million 400 mingdan kimda qo'yib bo'ladigan bo'lsa mana shunday. Qo'y narxini sindirib beraman undan. Kelishaveradi. Hey, 3 million 400 ming so'mdan nima deyotdingiz hozir? Hammasini bir joyga olishsa. Ikkitasi biz nomimizdan hadiya. Ikkita Ikkita qo'y. Bayda ikkita tovuq qo'shib beraman deganim yo'q. Bu aytilgan gapga javob beriladi. To'ppa-to'g'ri. Ikkita qo'y biz nomimizdan hadiya. Yo, akalar menga juda ko'pchilik chiqdi-da. O'tgan safar ham 22 ta qo'y 20 tasiga pul sanaysilar dedingiz. Xuddi shunday. Akalar menga aloqa chiqishyapti, Eldor deyishdi. Yo, rostdan ham shunaqa beradimi yo shunchaki videoga aytilgan gap. Endi tasavvur qiling, video chiqdi, ustiga keldingiz, 22 ta qo'y turibdi. Mana 20 taga pul 22 tani ber desangiz, Bayda gapirilgan gapga javob beriladi. Akalar, bayda bitta ikkita qo'yga hech kim qarab qo'ygan yerda ham yo'q, bayda maqtani video qilganimiz ham yo'q. Xalqqa faqat birinchi o'rinda o'zimizning foydamizda qo'yiladi. Ziyoniga qo'yib berilmaydi. Hech kim yong'oq shaqillashiga ishlamaydi. Yo'q, yong'oq shaqillashiga ishlamaydi. Biz o'zimizning foydamizni qo'yib, mana shunday hamma qo'lda og'izga tiqilmaydi-yu, kamroq yeyiladi. Endi sizlarni xursand qilish maqsad. Xudo xolasa. 3 million 400 ming so'mdan hammasini bir qo'ra qilib olaman, boqaman, baraka topgani deysa, Eldor aka, ikkitasi bizning nomimizdan hadiya. Hadiya, hurmatli obunachilar, mana savdo mana bunda bo'ladi. Kasal kusal yeb ichi sog'lig'iga yana javobini nariga kirishimizdagi qo'ylar kuchli qo'ylaydi. Ashulani bir ko'rsataylik. Bo'ldi, boshladik. To'g'risi, men o'zim Eldor aka narxi hali arzonlari chiqqan yo'q. Hali bormi? Ha, hali bor, yuring. Ketdik, Endi 3 million 400 mingga boshladik-ku. Hali dalishimi? Oxiri 2 million 800 mingda to'xtaylik, Eldor aka. Gap yo'q. Mana. Xo'p, bularni endi ko'rsatib ol narxini aytaylik. Eldor aka, boshida hamma shularning narxini kutdi. Eldor aka, qarang. Ichiga siz bir yerga turing, ichi chataqroq bo'lib ketdi. Donama-dona o'tkazaylik. Bo'ldi, aqa o'tkazaylik birinchi. Aqa o'tkazib olaylik-da birinchi. Bo'lmasa bu tarafgami? Aha. Qo'chqorga o'xshaydi, mana shu qizlar. Eldor aka, keling, endi kamerani menga bering. Hop. Buni o'chirmaymiz, o'ting. Ayshega bir yerga turolsangiz bo'ldi. Mana. Bismillah. Endi men donama-dona o'tkazaman, Eldor aka. Ketdi. Yelinlarni ham iloji bo'lsa on. Eldor aka to'xtab turing, ushlaying-da. Bismillah. Mana. Mana Eldor aka, yelinlarni ham bitta-bitta olaylik. Mana yelinlar akalar. Ko'rinyapti. Bitta-bitta o'tkiz qo'ydim. Eldor aka, qarang. Bitta-bitta. O'tkiz. Qo'ylar zo'r akalar. Oyog'i og'rib qolibdi bittani. Ana ajratib qo'yaverasizlar. Qo'yamiz. Qo'ylar gap yo'q akalar, uzunligini. Endi Eldor aka, Qur'oni u tomoniga o'ting-da. To'sib tur. Hoppale. Ketdi, bayga. O'tkiza. Ketdi o'zim. Sekin. Eldor aka sog'liqlarni qarang, gigantidan. Akalar uzun qo'ylar. Xudo xolasa holatlari zo'r. Sariq arashonlaridan. Hammasidan bor akalar. Endi hali bu qo'rada hali ajratib qo'yilgani yo'q. Sariqqa, qorasi qoraga qilib tiqilib qoldi. Tanlab olishga sotilar bayda. Zo'ringlar. Mana. Zo'riga kelaveringlar qo'ydi. Xudo xolasa. Xush ko'psizlar. O'tkiz. Ag'a o'tmay qo'ring, olib turing bo'ldi. Mana akalar. Hammasini holatlari yaxshi mana, qo'l oyoqlari Hammasini holati zo'r, Eldor aka mana. Bo'y baslari. Qo'ylar suyagi zo'r. Juni yo'q, bir qarishdan juni yo'q. Tayyor boqishga. Aksariyat bitta yarimtasida juni bor xolos. Boqishga tayyor deng. Xuddi shunday. Xo'p, endi biz bu tarafga o'tib olamiz. O'z joyimizga. Va buni narxini nech pul qo'yamiz? Narxini Eldor aka, hop, bayda endi hammasini optimga qo'ya olmaymiz. Optimga oladigan odam ham bordir, kamroq. Alohida 5 million 200 ming so'mdan tanlab zo'rini olishaveradi. 5 million 200 dan. Kelishadi,
4,5 millionga to'g'ri kelishamiz. Ha, buning ichida hali ajratganingiz yo'qmi bularni? Ajratilmaydi Eldor aka. Masalan, kelishadi, holatiga qarab, kelishtirib qo'limizdan kelganicha pasini 4,5 millionga to'g'ri kelishtirib beradi. 5,200 dan 4,5 millionga to'g'ri kelishamiz. Gap yo'q mana. Yo'liga mas. Keyin qo'ydi libbo yerga solishtirib olsin. Yaxshi ekan, agar sariq qo'ylarni addenlar qilib bir qo'rab Kelishtirib oladi, hammani xursand qilib chiqaramiz. Kelaverasizlar bemalol. O'zi mana video chiqishidan oldin odam ko'payib ketdi. Xuddi shunday. Video taxminan 12:00 larga chiqadi. 12:00 Xudo xolasa video chiqishi bemalol 24 soat kelaverasizlar. Qo'ydi soni seroq. Xudo xolasa. Xo'p, bu tarafini necha puldan qilib beramiz? Qisirlarimizda deymi? 10 ta qisir sovlig'im bor. 10 ta bundan boshqa tov bo'lmaydi, iloji yo'q. 10 tasini olaman deganga 2,800,000. 2,800,000 ketdi. Ketdi. Babarak. Mana hurmatli obunachilar. Mana Bayda o'sha gap, ehsonga 2,800,000, 3 million. do'stlar bilan bir o'tiramiz, o'tirishga deganlarga tishi ham zo'r, qari surmas. Gaplashib o'tirib kelaverasizlar, kelar. Qo'y so'yamiz, shunday kelasizlar. 2,800,000 dan 3 millionga to'g'ri kelishamiz. Bular Buni dona beriladi, hamma bittadan olsa. qisirlar bular ham? Hammasi qisir. Qisir. So'yishga tayyor, semiz so'ldi. Tayyor. Xo'p, hurmatli obunachilar. Nima bordan, tog'a? Ha. Xudo xolasa kelaverasizlar, mana akalarimiz. Bemalol kelaverasizlar, soni serap. Videomizni unaqa cho'zmaymiz, qisqa qilamiz. Nimaga? Kelgan akalarimiz ham kutib qolishmasin, sizlarni ham unaqa ko'p vaqtlaringni olmaylik. Qo'ldan kelgancha sizlarga yoqadigan obzor qilib berishga harakat qilyapmiz. Sizlardan talab qilinadigan narsa bitta komment deb yondirasizlar, like bosib. Kommentga Boburjon, otangga rahmat, narxini tushirishda davom et deb qo'llab-quvvatlab paddeshkada turinglar, xudo xolasa narxini men o'zim yorib turaman. Xudo xolasa. Xo'p, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Yana bitta gapda, har safar videomiz oxirigacha ko'rganlar plyus belgisini qoldirib o'tib ketishyapti. Bu safar ham kutamiz obunachilarimizni. Xuddi shunday, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana shuncha hamma qo'y sizlar uchun maxsus. Inshaalloh kelaverasizlar. Navigatorga Boburjon Optimchi deb yozsangiz. Navigatorga Boburjon Optim deb yozsa qo'ramizda navigatorlar eshigini tayyor olib keladi, xudo xolasa. Yo'q, yana uni bilmaydiganlar buni nomerimizda Telegramdan lokatsiya deb so'rasiz, sразу lokatsiyalar beradi. Hurmatli obunachilar, onlayn savdo yo'q, qo'raga kelishlarining shart. Videomiz mana shu yerda yakunlaymiz. Videomiz oxirigacha ko'rgan akalarimizga rahmat deymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videoni oxiriga ko'rgan barchaga rahmat. Qo'llab-quvvatlayotganlardan Alloh rozi bo'lsin. Ketkizgan vaqtlaringga rozi bo'lib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar.